arablarni Eronga qarshi urushga kishgilayapti. Buning uchun ham hozir Isroil Amerika bambit qilsa, Eron javob qaytarib ham ulgurmasdan Kuveytga, Emiratga, Saudiya hududlariga urushadi. Tramp deyapti, bu biz uchun deydi kutilmagan surpriz bo'ldi deyapti. Endi deyapti bu arablar sunniy dunyo sunniylari deyapti-da. Urushga tayyor hozir Eronga qarshi bizga qo'shildi. Mana shu narsa juda ayanchli yomon narsa. Arablar urushga aralashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Keling, birodar. Alhamdulillah. Abdurahmon aka, tekshirib olmadik-ku. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Va deysiz? Ha, birodarlar, ovoz qalay boryapti? Telegramdagilar. Telegramga ulaganmisiz? Ha, yo'q, ulamabmanmi? Bo'ldi endi. Mana bo'ldi. Ochib qo'ydim. Endi gapiring aka. Bo'ldi. Ovozingiz pastda, lekin menga ham. Siz gapiring. Qalay boryapti ovozim? Yaxshi. Hozirga hozir. Abdulhodiy birodar, gapiringchi, Telegramdagilar qanaqa eshitisharkin? Ovozlar kelyaptimi? Yaxshi qilib boryaptimi? Ha, birodarlar, Telegramdagi birodarlar Yaxshi. qalay? Yaxshi kelyapti aka. Yaxshi. Shunday. Yaxshi kelyapti aka. Hamma mikrofonni o'chirib, ikkita mikrofon qoldirdim. Bo'lmasam boshlayveramiz, ha? Boshlayveramiz birodar. Bo'ldi. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Inshaalloh bugungi mavzuyimiz fursatni g'animat bilish degan mavzu asosida bo'ladi. Hop, Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Rasul sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, ya'ni Ibn Umar radhiyallohu anhu o'zi rivoyat qilib aytibdi. Akhada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bimankibiyya. Rasul sallallohu alayhi vasallam meni yelkalarimdan ushladi. Bunday gapirayotganda e'tibor tortishlik uchun yoki bir insonga jiddiy narsani gapirish uchun qo'ldan ushlaymiz yoki yelkasidan ushlaymiz va menga qara debchi. Xuddi shu kabi Rasul sallallohu alayhi vasallam ham meni yelkalarimdan ushlab oldi dedi va aytdiki: "Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili." Dunyoda xuddi sen g'aribdek, ya'ni notanishdek yashagan yoki-da musofirdek bo'lgan deb aytdi. Ya'ni bu dunyoda yashar ekansan, yo g'arib insondek, ya'ni sen bu dunyo ahlidan emassan, ya'ni bu dunyolik emassan. Mana bu tarzda yashagan yoki-da musofir kabi yashagan deb aytdi. Endi mana bu hadisda mazmunidan Ibn Umar radhiyallohu anhu o'zi ham hozir Endi mana bu hadisdan Ibn Umar radhiyallohu anhu hadisda rivoyat roviysi o'zi ham bir xulosa qilib aytadiki: "Ida amsayta fala tantazir as-sabah." Agar tunasing, ya'ni kechiktirsang, tongni kutmagin. Va ida asbahta fala tantazir al-masa. Agar tong ottirsang, kech bo'lishini kutmang, kechki payt kutmagin.
وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Sog'ligingdan foydalangin, og'riq ya'ni kasal bo'lgungacha og'ir va hayot ya'ni tirikligingdan foydalangin to o'lgungacha og'ir deb turib, mana bu hadisdan Ibn Umar radhiyallohu anhu o'zlari bir xulosa chiqarib aytadilar. Endi bu nima degani? Mana bu hadisda juda ham bir katta bizga dars bor. Bu dars nima? Birinchisi, bu dunyo, hayot bizni asl vatanimiz emas, asl makonimiz emas, asl yashaydigan joyimiz emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, bu dunyoda go'yoki notanishdek yashagan, notanishdek bo'lgan. Tasavvur qilsak, agar biron bir joyga borib qolsak, mehmonchilikka borib qolsak yoki bir safarga chiqsak, boshqa bir davlatga o'tsak, u davlatga notanishmiz. Insonlari, hayoti, yashash tarzi hammasi bizga notanishdek tuyuladi. Va biz u yerda ko'p narsa qilishga harakat qilmaymiz. Ishimizni bitiraylik, o'zimizga kerak bo'lgan narsani olaylik va vatanimizga, joyimizga qaytaylik degan umidda bo'lamiz. Buni hammamiz kechirganmiz. Mana shu kabi yashagan deyapti dunyoda. Ya'ni dunyo bu sen istiqror topadigan joy emas, doimiy yashaydigan joy emas deb aytyapti. Ya'ni musulmon inson xuddi dunyoda g'aribdek, notanishdek, ya'ni bu dunyoga notanish insondek yashamoqligi kerak. Hop. Ya'ni bu misol uchun inson bir davlatga borsa, aytib o'tganimdek, o'ziga kerak bo'lgan, o'ziga lozim bo'lgan narsalarni oladi. Agar qaytayotganda, safarda qaytayotganda ham o'zini uyiga kerak bo'lgan narsalarni oladi. Misol uchun hadiyalar oladi, atrofdagi insonlar sovg'alar oladi va hokazolar, ya'ni o'zini qaytishlikka tayyorlaydi. Xuddi shu kabi dunyo ham bizga shunaqa joy bo'lishi kerakki, doimki biz kelaylikda o'zimizga kerakli bo'lgan narsani olaylik va qaytishimiz chiroyli qaytaylik, qaytadigan joyimizga chiroyli yetib boraylik. Mana bu kabi yashamoqligimiz kerak. Mana bu narsani faqatgina Rasululloh sollallohu alayhi vasallam emas, balkim undan oldingi payg'ambarlar ham, undan oldingi solih insonlar ham bu narsani aytib kelgan. Misol uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Fir'avn qavmining ichida mo'min bo'lgan insonda hayotini hikoya qilib, u inson aytgan gapini aytadiki, Alloh taolo u inson o'z qavmiga aytadi. Astagfirullah, ya qavmi, innama hadhihi al-hayatud dunya mata'un va innal akhirata hiya darul qarar. Ey qavmim, mana bu dunyo hayoti bu bir mata'un, bir matodir. Kerak emas bo'lgan bir matodir. Albatta oxirat u mana bu qaror topadigan hovli mana shu oxiratdir. Ya'ni inson abadiy yashaydigan joy bu oxiratdir deb aytadi. Deb Alloh taolo o'sha insonning tilidan bizga oyat nozil qilib aytayapti. Ya'ni bu hayot faqatgina mato. Bu hayot abadiy emas. Bu hayotda inson go'yoki abadiy qolib ketadiganini yashashlik kerak emas. Chunki har soatda, har minutda, har daqiqada ko'ryapmiz, inson o'lyapti. Har kelimiz har sonida inson o'lyapti. Atrofimizdagi hamma narsa chirib o'lib boryapti. Demakki bir kun kelib biz ham o'lamiz. Chunki Alloh taolo aytganki, kullu nafsin da'iqatul maut. Har bir jon borki, o'lim sharbatini tatuvchidir degan. Ya'ni har bir jonli narsa albatta bir kun kelib o'ladi. Daraxt ham o'sadi, gullaydi, kuz kelsa nimasini to'kib, barglar to'kilib qurib ketadi. Mevalar hamma narsa ham shunaqa. Inson ham shu kabi albatta hayot bo'lganligi uchun u tug'iladi, kattayadi va Alloh belgilab qo'ygan muddat ajal yetganda o'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bir hadisda aytadiki, "Mali va lid-dunya. Innama mathali wa mathali ad-dunya kamathali rakibin qala fi dhilli shajaratin thumma raha wa tarakaha." Men bilan dunyo o'rtasida hech narsa yo'q. Ya'ni dunyo bilan men o'rtamda hech narsa yo'q deyapti. Xuddiki dunyo bu nima kabi desa, dunyoda mislini shunday bizga tushuntirib beryaptiki, bir otliq yo'lda otliqda ketyapti va bir daraxt chiqib qoldi. Daraxt tagiga borib damalib ozgina o'zining ishini bajarib, so'ng turib ketdi. Daraxt tark etdi. Dunyo xuddi shu daraxt kabidir deyapti. Kelasan, o'tirasan, ishingni bitirasan, damalasang, shu bilan ketasan. Ya'ni u seni doim yashaydigan, doim qoladigan joy emas, faqatgina mana shu kabi deb turib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari bayon qilib beryapti. Ya'ni musulmon inson mana bu hadisdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
ibn Umar, ya'ni Umar ibn al-Xattob o'g'liga nasihat qilib aytayaptiki, nasihatlaridan ikkita holat chiqadi deydi olim. Birinchisi, musulmon inson bu dunyoda, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita narsani aytdi. Yo g'aribdek yasha dedi, yoki safardek, musofirdek bo'l dedi. Xo'p, musulmon inson birinchi bo'lib xuddiki mana bu dunyoda o'zini g'aribdek his qilishligi kerak. Ya'ni bu dunyoda abadiy qolib ketishligini o'ylashlik kerak emas. Balkim bu dunyo meni oxirat uchun bir ko'prik, oxirat uchun bir yo'l. Men mana bu dunyoda men o'zim solih amallar va yaxshi ishlarni qilib, to'plab, haligi arablar rohil deb qo'yadi, safarga kerak bo'lgan narsalarni olishlik, kelishlik. Yana bu narsaning qatoriga shu inson biron bir joyga borib qaytayotganda ahli oilasiga yoki falon-battarlariga narsa oladi, yo'qda shu kabi olinadigan narsalar deydi. Mana bular to'playdigan joy. Agar men yomon narsalarni to'plab turib vataniga qaytadigan bo'lsam, demak u yerda meni yomon kutib olishadi. Agar yaxshi narsa to'plab turib qaytadigan bo'lsam, meni yaxshi kutib olishadi. Shu kabi biz asl vatanimiz bu jannat. Chunki biz otamiz Odam alayhissalom jannatda yaratdi. Bu jannatdan tushirildi. Jannatdan yerga tushirilganda Alloh taolo ularni albatta yana qaytib jannatga qaytarishligini va'dasini berdi. Ya'ni albatta inson dunyoga keldi, bir musofir o'laroq keldi. Dunyoga kelgan hech narsani tanimasdi, bir g'arib, bir notanish insondek keldi. Va mana bu narsa albatta bir kun kelib turib, yana Alloh taolo Odam alayhissalomni va uning butun avlod zurriyotini jannatga qaytarishlik ekanligini va'dasini berdi. Ya'ni asl vatanimiz o'sha. Shuning uchun biz bu dunyoga o'sha oxiratga tayinlanadigan bir joydek tasavvur qilmoqligimiz kerak. Bu asha notanishdek, ya'ni notanish nima degani? Misol uchun asha mehmonchilikka borsangiz yoki boshqa bir joyga borsangiz, sira joylashib, bo'lib haligi o'zimizdek uyimizdek his qilmaymiz-ku. Bari bir narsalarni tanib, bir narsalarni qilmaymiz, bir narsalarni ichmaymiz. Haligi biz maqsadimiz o'tib kelib turib, shu bir narsani olib ketishlik bo'ldi. Haligi boshqa narsa emas, tanishish, u qil, o'yna, kulmas, faqat shu maqsadimiz. Shuning uchun shunaqa o'zimizni o'tdagi haligi g'aribdek his qilgan joylarimizda ishimiz butunlay tezroq joydan chiqib xuddi mana shu bo'lishlik kerak dunyo ham. Alloh taolo buyurgan jamiki buyruqlarni qilib, solih amallarni ko'paytirishlik kerakda va ajal yetganda bo'lib turib bu dunyoni tark etishlik kerak. Ikkinchisi musofir o'roqda aytib o'tdik va bu narsaning misoli juda ham tushunarli. Chunki musofir inson ham xuddi shunaqa bir davlatga bir ish bilan borgan bo'ladi, o'sha ish bilan ishlarini bitiradida va o'sha ishlarini bitirgach qaytib ketadi. Yoki misol uchun ba'zilarimiz boshqa bir joyga borib turib, musofir ba'zan ko'p yillar qolib ketishligi mumkin. Ammo agar ko'p yillar qolib ketsa ham bir ishlar yuzasidan qolib ketadi. Ash ishlari bitgandan keyin albatta u joydan qaytadi. Ya'ni dunyoda ham xuddi shu kabi. Biz 50 yil yashaylik, 100 yil yashaylik, 150 yil, 70 yil yashaylik, qanaqa yashaylik, qancha muddat yashashligimizdan qat'iy nazar, albatta bu dunyoni tark etamiz. Va o'zimizni asl bo'lgan vatanimizga qaytamiz. Endi o'sha vatan, ya'ni jannat, Alloh taolo oldida biz qanaqa holatda bo'lamiz? Yaxshi narsalarni olib kelgan bo'lamizmi yoki yomon narsalarni olib kelgan bo'lamizmi? Mana bu narsaga e'tibor bermoqligimiz kerak. Endi yana bir nimaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Ibn Umar radhiyallohu anhu nima bizga Alloh nima vasiyat qildi? Xud min sihhatika li saqmik va min hayatika li mautik. To'g'rimi? Sog'liging paytida, ya'ni sog'ligingdan foydalangin to kasal bo'lgungacha. Ya'ni hozir sog'lom ekansan, hozir fursating bor ekan, kasaling yo'q, oyoqda tura olasan, yura olasan, alhamdulillah, aqling ishlayapti. Demak, mana bu paytni foydalan olgin. Oxirating uchun g'animat sanagin. Agar kasal bo'lib qolsang, mana bu ishlarni qila olmasligi mumkin. Ko'rib turganimizdek, odam yoshligida kuchli quvvat bo'ladi, sog' bo'ladi, salomat bo'ladi, ammo lekin qaraganda sog'ligi ham ketgan bo'ladi va yoshligiga qaraganda ko'p ishlarni qila olmaydi. Ma'lumki sog'lom ekansan, demak, mana bundan foydalangan. Va eng muhimi, tirik ekansan, o'lguninggacha bundan g'animat sanab turib, fursat sanab turib, oxiratga tayyorgarligini ko'rgan tayyor. Yana bir Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, bir kishiga, ya'ni nasihat qilib unga aytadiki, "Iqtanim khamsan qabla khamsin" deydi. 5 ta narsani g'animat sanagin, 5 ta narsa bo'lishligidan oldin. Shababaki qabla haram. Ya'ni yoshliging, qarishligingdan oldin. Birinchisi. Ikkinchisi,
Sihhataka qabla saqlik. Sog'liging kasal bo'lishligingdan oldin. Va g'inaka qabla faqrik. Boyliging kambag'al bo'lishligidan oldin. Uchinchisi, va firog'iga qabla shughlik. Va bo'sh payting mashg'ul bo'lib qolishligingdan oldin. Va hayotaka qabla mavtik. Tirikliging o'lishligidan oldin. Agar hozir bo'shmizmi, hozir imkonimiz bormi, ertaga qilaman, indin qilaman demasdan biz iloji boricha solih amallar qilishga harakat qilmoqligimiz kerak. Chunki bir kun keladi, bir ish bilan mashg'ul bo'lib qolamiz va o'sha qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz qolib ketadi. Shuning uchun mana bu narsalarga diqqat qaratmoqligimiz kerak bo'ladi. Hasan al-Basriyda bir gapi bor, mashhur gaplari bor. Mo'min bir musofir kabidir deydi. U dunyoda xorlikdan siqilmaydi va dunyo azizligini talashmaydi. Zero mo'minning g'ami boshqa, odamlar g'ami boshqadir deb aytadi. Ya'ni mo'min bu dunyoda yashaganga musofir kabi yashaydi. Agar haqiqatda mo'min bo'lgan bo'lsa, u dunyoda na qiyinchiligidan siqiladi, na azizligidan xursand bo'ladi yoki na azizligini talashadi. Zo'r bo'lishga harakat qiladi. Chunki mo'min insonning g'ami boshqa, ya'ni mo'min insonning g'ami bu oxirat, jannat, Alloh roziligi. Lekin odamlarning g'ami bu boshqa. Odamlar boshqa narsalarga umid qilib, boshqa narsalarga yashashi mumkin. Ammo lekin haqiqiy mo'min inson hech qachon bu dunyoda na azizligiga harakat qiladi, na xorligidan siqiladi. Balkim xuddaki haligi safar yurgandek o'tib ketadi, vatanimga qaytaman, shunda inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi degani kabi, inshaalloh oxiratga qaytganimda, oxiratga borganimda, jannatga kirganimda hammasi yaxshi bo'lib ketadi deydi. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan hadis mana bu edi. Alloh rozi bo'lsin barchalaringdan. Agar savollar shu narsa javob berib bo'lsa, marhamat. Alloh rozi bo'lsin birodar. O'zingizni ziyoda qilsin. Birodarlar, savollar bo'lsa marhamat, mana foydalanib qolaylik birodarimiz shu yerda. Birodar, o'zimda bir savol bor edi. Ya'ni hammamiz bu dunyoda, ya'ni dunyoga shu darajada qattiq yopishib tirmashib oldikki, xuddiki abadiy yashaydigan bo'lib qoldikda. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hammamizda, ya'ni haligi maqsadimiz bu dunyoda bir chiroyli, yaxshi yashab qolishlikni harakatida bo'layotgan insonni tasavvurini beradi. Endi shu narsadan qanday chiqib olish mumkin? Masalan, haligi bir desa, xuddiki bugun oxirgi kunini yashayotgan insondek yashayotgan bir holatga o'tib olish, u qanday bo'ladi? Bir soniyalik ishmi yoki nima qilish kerak bu holatga o'tishlik uchun? Qancha vaqt ketadi? Qanday bo'ladi? Alloh rozi bo'lsin aka. Oldingi mavzularda ham juda ham ko'p takror aytyapmiz. Va yana ta'kidlab aytamanki, Alloh taoloda inson qanchalik tanisa, qanchalik bilsa, Alloh taoloda azobidan, Alloh taolo qanchalik qo'rqsa, albatta mana bu aytgan narsalaringizdan qaytadi yokida darrov, ya'ni joyida o'sha ishlarni tark qiladi va oxirat uchun harakat qilishlikni boshlaydi. Misol uchun Alloh taolo bir tasavvur qilsak, inson o'lgandan keyin, ya'ni odam misol uchun o'limni bir tasavvur o'lgandan keyin o'sha orqaga qaytish yo'q-da. Chunki Alloh taolo bu narsani ta'kidlab aytayaptiki, astag'firu billah, hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha va min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, agar ularda deydi birortasiga o'lim yetganida, o'lim kelganida aytadiki, Robbim meni qaytargin deydi. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Shoyat men asha orqaga qaytib turib yaxshi amallar, solih amallar qilarman deb turib Alloh taolodan so'raydi ekan bandachi. Ya'ni bu narsa nimani anglatadi? Alloh taolo o'sha ajal yetgandan keyin inson dunyoga qaytmaydi. O'sha to'xtadi. O'sha bironta bir haliga yo'l yo'q.
Dunyo ishlarida albatta bir yo'l chiqarib qutulib ketib qolamiz. Ammo lekin o'sha yo'l yo'q, to'xtadi. Na bir amal qila olasiz, na bir duo, hech narsa qila olmaysiz. O'sha sizni ishlaringiz, amal daqiqangiz hamma narsasi yopildi. Mana bu narsa biz Qur'oni Karimga iymon keltirganmizmi? Alloh taolo mana bu narsani bizga aytayapti. Ularning birortasiga o'lim yetganida Robbim meni qaytargin deb aytadi. Lekin men qaytarmayman deyapti. O'sha bo'ldi, kech. Ey musulmonlar, ey mu'minlar deb Alloh ey bandalarim. Bu aniq bo'ladi. Sizlar meni qaytar deb qolmaslik uchun men uchun ilojimiz harakat qilinglar deyapti. Bir sahobani eshitganmiz-ku. Ya'ni haqiqatda Alloh uchun harakat qilgan, o'zini nafsdan, o'zini xohishidan ko'ra Alloh taoloning roziligini, Alloh taoloda shariatini ustun ko'rgan sahobalar aytganlarida unga nima imkon beriladi? Dunyoga qaytasan yo Robbing bilan birga qolasan, biz Robbim bilan birga qolaman deydi-yu. Ya'ni nimaga unaqa deyapti? Nimaga Alloh taolo aytganda meni qaytargin demayapti desa, chunki u qildida, u haqiqatda ko'rdi. Robbisidagi narsani ko'rdi, Robbisidagi narsani tasavvur ko'rdi. Shuning uchun men yo'q dunyoga qaytmayman deyapti. Agar biz ham Allohning izni bilan, fasli bilan Alloh taoloning diniga, Alloh taoloning shariatini mahkam ushlashlikka, sizgan bilan chiqmaslikka harakat qilsak, shoyat biz ham o'lsak, xuddi Alloh taolo aytgandek Robbirji'uni meni qaytargin deb aytmaysmiz. Shuning uchun harakat qilmoqligimiz kerak. Yana Alloh taolo aytayaptiki boshqa oyatda: "Va anibu ila robbikum va aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab, thumma la tunsarun" deyapti. Ey insonlar, Robbinglarga qaytinglar va taslim bo'linglar. Toyinki sizlarga azob kelishligidan oldin azob kelganda thumma la tunsarun sizlarga yordam berilmaydi. Yordamsiz qolib ketasizlar. Ya'ni qachon o'lim kelganda, hisob kitob kelganda bo'lsa kim yordam bera olmaydi. Mana shu vaqt, mana shu azob kelishligidan oldin Robbinglarga qaytib, tavba qilib, taslim bo'lib qolinglar deb Alloh taolo o'zi bizga aytayapti. O'lim bu kutilmaganda keladi. Inson hech qachon bilmaydi. Ketayotib yiqilib tushib o'lib qolishligi mumkin. O'tirgan joyida o'lib qolishligi mumkin. Unda har qanday holatda o'lib qolishligi mumkin. Shuning uchun doim inson tayyor turishlik kerak. Doim solih amal qilishlikka harakat qilishlik kerak. Chunki tepadagi Ibn Umar radhiyallohu anhu vasiyatlari nima dedik? Tong ottirsang kechani kutma. Kechiktirsang tongni kutma dedi-ku. Ya'ni ertaga qilaman deb qoldirma, o'ylama. Chunki o'lim to'satdan keladi. Deb aytgan. Shu aka javobim. Alloh rozi bo'lsin birodar. Abdurahmon aka, mikrofonlarni ochib qo'yasizmi? Birodarlar, savollar bo'lsa marhamat. Boshim to'kishlik. Muhammad aka, savolingiz bormi aka? Assalomu alaykum. Ana ovozim eshitilyaptimi? Aha, kelyapti birodar. Va alaykum assalom. Birodarim, do'stimizga eshitilyaptimi? Abdulhoj aka. Kelyapti. Savolim shuki, mana bu zohidlik bilan tarki dunyolikni farqini tushuntirib bersangiz. Maqtalgan qaysi, qoralangan qaysi, yo o'zimman maqtalgan, qoralangan narsa bormi bu yerda? Bizda tepadagi mavzuda gaplashayotganda musofirdek bo'lishlik kerak deyotganda bu dunyoda qaysi biri nazarda tutilyapti yoki ikkalasi bitta narsami? Zohidlik va tarki dunyolik. Mana shu ishonatlar bo'lsin. Mana ham yaxshi. Muhammad aka. Aka, mana o'zi sizga. Tarki dunyolikdan qaytarilganmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarki dunyo qilishlikdan qaytargan. Tarki dunyo bu nima desa, buni hammamiz bilamiz. Eng yaxshi misol insonlardan ajralib oladi. Biz kunimizda shu bitta xonaga kirib, shu xonada ibodat qilib, namozini o'qib, ro'zasini tutib, insonlarga aralashmasdan hayotini davom ettiradi. Yokida oldingilarga qaraydigan bo'lsak, tog'larga ketib qolib, tog'larda ibodatini qilib yuradi. Mana bu narsadan qaytarilganmiz. Chunki inson tog'larda yokida bir xonaga kirib turib yashab turib ibodatini qilishligi bu islomga to'liq amal qilyapti degani emas. Chunki islom, misol uchun
innamal mu'minuna ikhwatun deyapti Alloh taolo. Albatta mu'minlar birodardir deyapti. Hop, birodar ekanmiz. Bu tarki dunyoga insonlar birodar akam deydi. Lekin orqasidan nima deyapti? Faslihu bayna xawaykum deyapti. Ma'lumki birodar ekansizlar, oralaringizdagi narsani oralaringizda isloh qilinglar, to'g'rilanglar deyapti. Endi agar jamiyat buzuq bo'lib turgan holatda bir inson buni to'g'rilashlikka, buni amri ma'ruf nahiy munkar qilishlikka harakat qilmasdan ajrab turib o'zini o'ylab chiqishligi, bu xuddi hozirgi til bilan aytganda egoizm deb tushunadi-yu, ashtaka degan ekan. Alloh taolo juda ham ko'p oyatlarida amri ma'ruf nahiy munkar qilishlikka buyurgan. Misol uchun, oldingi gaplashgan suhbatlarimizda nima dedik? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlardan biringiz bironta bir munkarni, yomonlikni ko'rsa qaytarsin dedi. To'g'rilasin dedi. Ya'ni amri ma'ruf nahiy munkar qilishlikda, me'dagi bir buzuq jamiyatni o'zgartirishlikka harakat qilishlik kerak. Chunki islom shu narsaga buyurilgan. Men oddiy misol keltirdim, chunki hamma birodarimiz deydi, ammo lekin oyat davomida aslihu bayna xawaykum deydi. Madomiki shunaqa ekansiz, demak orangizni to'g'rilang, isloh qiling deydi. Isloh qilishlik bu tarki dunyo bilan amalga oshmaydi. Balki aralashishlik bilan, gapirishlik bilan, nasihat qilishlik bilan, va hokazo tariqatlar bilan amalga oshadi. Shuning uchun bu yerdagi yoki bundan oldingi har bitta shu ma'nodagi kelgan hadislar hech qaysi tarki dunyoga da'vat emas, balki zohidlik, taqvodorlikka da'vat bo'lyapti. Chunki arab tilida zahada yoki zahuda degan so'z taqvodor bo'ldi, taqvo qildi degan, qo'rqdi degan ma'noda. Endi bunaqa fusuq jamiyatda yomonliklar ko'paygan jamiyatda qanday inson taqvodor bo'ladi? Naboyat uzilib ketgani yaxshi desa yo'q. Aynan mana shu joyda sinaladi inson. Haligi shart insonni qamab qo'ysangiz, hech narsani ko'rmasa, bu ham albatta hisobi bor. Ammo lekin bunaqa buzuq jamiyatda o'zini himoya qilib, iffatini saqlab, yomonlikka aralashmasdan, yomon insonlarga aralashmasdan, oyinlik qilmasdan islom diniga o'zini aqidasini mahkam ushlab, Alloh taoloning ipini mahkam ushlab, sunnatni mahkam ushlab harakat qilsa, mana bu inson haqiqatda islanyapti. Mana bu inson, mana musulmon inson mana bu joyda islanadi. Aksi o'laroq mana bu ishlarni to'g'rilashlikka, isloh qilishlikka harakat qilsa, Alloh taolo mana bu insonga ajr mukofot beradi. Chunki u haqiqatda mana bu Alloh taolo qaytargan narsadan qaytyapti. Buyurgan narsalarni qilyapti. Bu haqiqatda sinovning ichida. Ammo lekin bu sinovdan qochib ketishlik u tarki dunyo qilib hech qachon Alloh taoloning yoki shariatda maqsadlariga muvofiq kelmaydi. Shuning uchun hadislarda qaysi bir hadisda zotlik haqida gap kelsin, bilingki bu faqatgina Alloh taolodan taqvo qilishlik va mana bu buzuq jamiyatni o'zgartirishlikka harakat qilishlikka undov. Mana bu buzuq jamiyatda inson o'zini iffatini, o'zini iymonini saqlab qolib, mana bu o'zidagi iymon va iffatni boshqalarga tarqatishlikka, berishlikka harakat qilmoqligi, mana bu afzal va Alloh taolo nazdida martabasi ustundir. Lekin mana bu narsa ajralib chiqib, tarki dunyo qilayotgan bo'lsa, bu demakki uni aytganda Alloh taoloning bir qismi buyurgan oyatlariga amal qilmayapti degani. Chunki Alloh taolo tabiiyki namozini o'qir, ro'zini tut, haj qil, umra qil, va hokazo degan. Ammo lekin undan tashqari boshqa oyatlar bor. Hattoki misol uchun namozni o'zida ham, juma namozini o'qiyotganda ham jamoat kerak, albatta aralashish kerak. Haj qilamansiz, albatta hajda ham aralashish kerak, insonlar bilan gaplashishingiz kerak. Umra va hokazo. Shariatda hajning hamma ahkomlari insonlar bilan o'zaro bo'ladi. Shuning uchun bekorga ad-din muomala deb qo'ymagan. Din bu muomaladir. Ya'ni insonlar bilan bo'ladigan muomalani tartiblab beradigan bu bir nizomdir deb bekorga dinga shunaqa ta'rif berishmagan. Shu aka javobim. Agar tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, rahmat. Agar qo'shimchalar bo'lsa, birodarlar. Alloh rozi bo'lsin, birodar. Qo'shimchalar, fikrlar, savollar bo'lsa beringlar. Bu mavzu bo'yicha fikrlar, savollar bo'lmasa, birodar, bo'lmasam o'zingiz bir duo qilib bersangiz, shu bilan
bugungi mavzuni yakunlab, erkin mavzuda suhbatni davom ettiramiz. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر وخير ولا تجعله مجلس لغو ولا إثم واغفر لنا ما كان فيه من خطأ أو زلل إنك أنت الغفور الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh rozi bo'lsin. Birodar